Bo'lay desang mustaqil, xonadonni ikkita qil. Mana azizlarim, sizlar uchun 2 xonali kvartirani puliga 15 sotixlik uchastka topib qo'ydik. Manzilga keladigan bo'lsak, Sobrahimovning Qoraqalpoq qishlog'ida. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Shundoqqina darvozadan kirganimizda hovlilarimiz steshka qilib qo'yilgan. Chap qo'limizda 3 ta kirib yashaydigan holatdagi uylarni qurib qo'yilgan. O'ng qo'limizda shundoqqina katta bog', har xil mevali daraxtlarni ekib qo'ygan. Undan yuqorida esa molxona joylashgan. Bu yoq orqa tarafi dala bo'lgani uchun bemalol mol bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Arashan qo'ylarni olib kelib turib soqqan-soqqa ko'rsangiz bo'ladi, tog'a. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib chiqdik. Ko'rib turganingizdek yaxshi holatda bitta oila kelib maza qilib yashasa bo'ladi. Gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Bu uyimizni narxini egalari 24 ming etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Sobrahimovdan shunday 15 sotixlik uchastka qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz.